Assalomu alaykum. Qur'oni Karimda aytilgandek, musulmon kishi bir marotaba bo'lsa ham umrida haj yoki umra amallarini amalga oshirish kerak. Bu haqda juda ham ko'p savollar beriladi. So'nggi yillarda yurtimizda mashalloh umraga borish ancha qulay va oson bo'lib qoldi. Yaratganga beadad shukronlar aytgan holda kaminaga mana shunday umra amalini, ulug' umra amalini amalga oshirish Alloh taolo tomonidan nasib qilgan ekan. Ko'pchilik so'raydi, qanday bo'ladi, nima qilish kerak? Men hozir mana shu video davomida boshidan oxirigacha sizga harakat qilaman. Umra amali qanday bo'lib, qanday o'tishini, ya'ni o'zimni boshimdan o'tgan umra amalini vlog sifatida taqdim etaman. Mashalloh, biz bilan birga bo'ling, kuzating. Bismillahirrahmanirrahim. Umra ibodatini mukammal ado qilish uchun kishi o'zini har tomonlama tayyorlaydi. Barcha amallar niyatga bog'liq bo'lgani uchun ibodatda yagona maqsad Alloh taoloning roziligini istash bo'lishi kerak. Agar dunyo noz-ne'matlariga erishmoqchi, qo'shtirnoq ichidagi hoji yoki umraga borgan nomlarini qozonmoqchi, qo'shtirnoq ichida xo'ja kursin yoki asosiy maqsadi o'zga yurtlarni sayr qilib bir yo'la umrani ado qilib kelmoqchi bo'lsa, umra ibodati qabul bo'lmaydi. Vallohu alam. Alloh taolo Baqara surasida shunday deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Haj va umrani Alloh uchun mukammal ado eting. Mazhabimiz xulosasiga ko'ra, umra sunnati muakkadadir. U buyuk ziyoratdir. Zero musulmon kishi bunda butun qalbi, ruhi, badani ila Alloh taolo uchun eng suyukli bo'lgan joyni ziyorat qiladi. Bu omonlik diyorida ko'ngillar xotirjam bo'ladi. Ko'zlar esa ko'rishlikka oshiq bo'ladi. Bu diyor musulmonlar qalbidan ulkan o'rin egallagan Makka va Madinadir. O'z-o'zidan biz uchun bu nafaqat ibodat, balki uzoq masofali safar hamdir. Shu sababli umra qilishni qasd qilgan har bir kishi umra qonun qoidalari bilan bir qatorda safar qoidalari va odoblarini yaxshilab o'rganishi lozimdir. Kamina qo'ldan kelgancha umra amallari qanday bo'lishini sizlarga so'zlab beraman. Dastavval tur firmadan boshlash kerak. Hurmatli yurtdoshlar, men Safo Marvani tanladim. Bu endi как бы reklama emas, meni tanlovim Safo Marva bo'lgan. Обязательно tekshiringlar, albatta litsenziyasi bo'lishi kerak. Bu men tanlagan kompaniyaning litsenziyasi bor va xizmat ko'rsatish servisi juda ham yuqori hisoblanadi. Shu boisdan men bu kompaniyani tanladim. Tur firmani to'g'ri tanlash juda ham muhim jihatdir. Ofisga tashrif buyurganingizda tur firma xodimi sizga turli xil paketlarni taqdim etadi. Ya'ni puli qanchalik qimmat bo'lsa, sharoitlar ham shuncha yaxshilanib boradi. Lekin bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz Maldiv orollariga yoki Dubayga dam olgani ketayotganimiz yo'q. Bu avvalo ibodat. Shunday ekan, komfort ikkinchi planda, ibodat albatta birinchi planda bo'lishi shart. Va tur firma xodimi vakilini diqqatlik bilan tinglang, chunki qandaydir joyni o'tkazib yuborsangiz, bu haqida xabarim yo'q edi kabi turli xil kelishmovchilik bo'lganiga ham guvohi bo'ldim. Mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun tur firma xodimi bilan yaxshilab suhbatlashib oling. Iloji boricha mana shu o'zingizni qiziqtirgan barcha savolni Telegram orqali ularga yozsangiz, ular sizga javob tariqasida yozishadi va agar mabodo esingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, mana shu lichkadagi SMS xabarga ko'zingiz tushib, u bilan boshqatdan tanishib olishingiz mumkin. Juda ham zo'r havo, juda ham zo'r kayfiyat. Hozir majlis boshlanadi. Ya'ni umra safariga yo'l olishdan oldin tur firmalar tomonidan maxsus majlislar o'tkaziladi. Ya'ni instruktajlar, har xil ko'rsatmalar, qonun qoidalar va kiyim-kechaklar, o'sha nimcha shunaqa sumka narsalar beradigan jarayon. Xudo xolisa hozir uni kuzatamiz. Albatta o'tinglar. Kimlar uchundir masjidlarda bo'ladi. Meni holatimda bu tur firma tomonidan amalga oshirilyapti. Shu maxsus belgilangan Telegramda guruh ochiladi, ya'ni boradigan a'zolar, safar a'zolari taklif qilinadi va taxminan 1 soat davom etadigan jarayon. Ketdik majlisga.
shundoq videoni tashlab berishadi aka. Videoga olishamiz. Xuddi shundoq bu ibodat ham. Mana sumkalarni ham oldik. Mana bunaqa bejiklar berishdi. Maylis taxminan 1 soatcha davom etdi. Xudoga shukr, mana hozir ziyoratchiligi hammaligiga navbat bilan ro'yxat bo'yicha anaqa tarqatishyapti. Ya'ni spiskalar o'sha ro'yxat bo'yicha kiyim anjomli sumkani tarqatishyapti. Kunlar juda ham sekin o'tadi, sabringiz yetmaydi va nihoyat Makka va Madinaga uchib ketadigan kun yaqinlashadi. Ketish oldigan asosiysi pasport esdan chiqmasin. O'zbekistondan turib Saudiya Arabistoniga yo'l olarkansiz, hozir bir necha soatlardan so'ng Ka'batulloh bilan yuzlanishingiz, Rasulullohning ravzalarida ularga salom yo'llashingizni o'ylab, hayajondan ichingizga sig'may ketasiz. Boshqalar yarashibdimi? Umuman aeroportga kelganingizdan keyin qanaqadir yurak hapkirab ketadi. Juda ham bir tasvirlab bo'lmas hayajon. Kutamiz. Bu yo'q registratsiya. Kutish taxminan 3 soatlarni oladi. Registratsiya, ya'ni kutish payti. Xullas, vaqtni iloji boricha mazmunli ishlarga sarflash kerak bo'ladi. Aeroportga albatta o'z vaqtida yetib borish kerak. Registratsiya 2 soat oldin boshlanadi. Shunday ekan, o'z vaqtida joyingizda bo'lishingiz shart. Aeroportda turfirma xodimlari sizlarni maxsus o'zlari bergan libos orqali tanib olishadi va bir guruh bir joyda yig'iladi. Navbat juda baland bo'ladi. Chiroyli sabr bilan borish kerak. Taxminan yarim soatdan ziyod vaqt ketadi borishga. Qirq minut bo'ldi hali. Sabr sinaydigan joy, haqiqiy sabr sinash. Nimadan boshlanadi? Registratsiyadan o'zi. Alloh kuch-quvvat bersin. Bomdod namozini o'qildi aeroportda. Yaxshi namozxonada, sharoitlar yaxshi, ko'zda emasin. Do'stlar, mana samolyotga ham yo'l olmoqdamiz. Nasib etsa, Madinaga qarab uchamiz inshaalloh. Do'stlar, mana Madinaga ham yo'l olmoqdamiz. Inshaalloh 5 soatdan keyin Aloqaga chiqamiz. Do'stlar, tushamiz parvozga inshaalloh keyingi kadrda ko'rishamiz. Parvozimiz bexatar o'tsin deb qolamiz. We ask you to stow away all carry-on luggage in the overhead compartments or under the seat in front of you. Now we will perform flight number 1. Shu tariqa Bismillahirrahmanirrahim deb Madina shahriga yo'l oldik. To'g'risi, uyqum kelmadi. Bir necha soatlardan so'ng Robbimning bayti bilan yuzlashishini o'ylab, quvonchim ichimga sig'masdi. Biz Madina shahriga qo'ndik. Madina bu alohida tuyg'u. Bugun men sizlarga Umra safari haqida so'zlab bermoqchiman. Madina haqida esa alohida video qilib beraman. Biz Madinada 3 kun istiqomat qildik. 4-kun esa Umra amalini bajarish uchun Makkaga yo'l oldik. Madinaga kelib oldik, juda ham bir go'zal aeroport, bizning Toshkentga o'xshagan. Mashalloh.
xizmatini berasizlar. Bu ibodat. Ibodat hech qachon o'ylamaydi, ko'ngilda xotirjam holda to'liq qo'shib ibodat qilaylik. Shunday o'zinglar ham va biz ham o'ylaylikki, ibodatda go'zal holatda to'liq bo'lyapti. Makkaga yo'l olishdan oldin mehmonxonada, otelda maxsus yig'ilish bo'lib o'tadi. Qurultoy. Ya'ni u yerdagi odoblari, aytaylik, ihromni qanday kiyish kerak va barcha ma'lumotlar mana shu yerda ellikboshi tomonidan beriladi. Tushmagan yaqinlarimizga ham yerlarni vujudini qo'yaylik. Bu qo'shangni kim so'raganlar bo'lsa olib keldi. Alhamdulillah, mana ihromlarni ham o'rab oldik. Inshaalloh Madinadagi safarimiz va ziyoratlarimiz yakuniga yetdi. To'g'risi gap, ketkim kelmayapti Madinadan. Juda ham ko'ngil qo'ygan ekanman, yaxshi ko'rib qoldim. Alhamdulillah, endi sunnat bo'yicha, amal bo'yicha ihromlarda mana Makka tilloga yo'l olishimiz kerak inshaalloh. Juda ham bir qulay libos ekan. Alhamdulillah, mashallah. O'zimni bemalol his qilyapman. Hech qanday bir diskomfort, unaqa narsalar yo'q. Bilaks. Juda ham qulay. Juda ham bir iymon nuriga to'ldiradigan avzoyimni o'zimni boshqacha his qilyapman. Hozir inshaalloh bir necha soatlardan so'ng Ka'batulloh bilan yuzlashaman. Bu narsani bir umr kutganmiz, hammamiz kutgan, butun musulmonlar kutgan eng bir chiroyli, go'zal daqiqalar, jamil daqiqalar arabchasiga aytganda. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'lga chiqdik mana Makka tomon. Taxminan 8 soat yo'l ekan, orada to'xtab ziyorat qilinadi. Zulhulayfada qo'rqonisi. Biz mana ziyoratchilarimiz kiyimlarini taxlashib o'tdi. Oqyapti. Hozir mana Zulhulayfaga keldik. Xudo xolasa 2 rakat namoz o'qib, inshaalloh niyat qilamiz shu yerda. Ming qolgan Zulhulayfadan 2 nafar namozlarni o'qib chiqdik. Inshaalloh endi umraga niyat qilib Makka sari yo'l olinadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ayollarni alohida ajratib qo'yishar ekan, erkaklar alohida joyda o'qirkan. Shu sabab biz erkaklar birinchi bo'lib nafilni o'qib avtobus sari yo'l olamiz. Hozir ayollarimizni kutib turamiz inshaalloh. Hamma avtobusda bitta shu nima bilan gaplashgan. To'rtgacha kelib ko'rish kerak. To'rtga kelib to'xtaydi, beradi. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
Do'stlar, mana bunday bir qishloqchada nomini eslab qola olmadim, qandaydir bir kichik qishloqcha. Shu yerda to'xtadik. Bu yerda biz asr namozini o'qib oldik, qasr shaklida, Allohu alam. Va bu yerda avtobus haydovchilari ovqatlanib olishar ekan. Ya'ni taxminan bir 20 daqiqalik tanaffus yuzaga kelar ekan. Shuningdek, tahorat olmoqchi bo'lganlar tahoratlarni olib, asr namozini o'qib, yo'lga agar kimdir qandaydir bir yegulik nimadir xarid qilmoqchi bo'lsa, mana shunday narsalar bemalol yo'lga qo'yilgan ekan. Xuddi Saudiya Arabistonida emas, O'zbekiston ko'chalarida yurgandekman, qandaydir bir Qibrayda yoki Jizzax taraflarida, Samarqand betonki bor. Mana shunday taassurot bo'lmoqda. Hozir haydovchi akamiz ovqatlanib bo'lgunlaricha asr namozini yoki kimdir chigal yozdi, shunaqa bir ehtiyojli ishlarni amalga oshirmoqda. Makkagacha taxminan inshaalloh 240 kilometr qoldi. Yo'limizda davom etamiz. Alhamdulillah. Labbaykani kimdir yurakdan aytardi. Ba'zi holatlarda esa avtobusdagilar shunchaki uxlab yotganiga ham guvoh bo'ldim. Alhamdulillah, Makka shahriga ham kelib oldik. Inshaalloh hozir sal dam olib, nomerlarga joylashib, alhamdulillah umra amalini bajargani Ka'batullohga boramiz. Mehmonxonada bizni juda ham iliq kutib olishdi. Tur firma xodimlariga gap bo'lishi mumkin emasdi. Mehmonxonada ana shunday kayfiyatda kutib olishdi. Mashallah. Juda ham shovqin, ovozim yaxshi eshitilmasligi mumkin. Hamma choq kayfiyatda Makkaga tashrif buyurdi. Mashallah. Joylar ancha kengroq ekan, bu yerdan farqli o'laroq. Xuddi o'sha 3 talik rezetkali, ya'ni konditsioner nimali va haramdan taxminan 1 kilometr 200 metr uzoqlikda ekan. Hozir narsalarni joylashtiramiz, shoshilinch ekstrem tarzda va asosiy umra amallarini bajargan inshaalloh yo'lga chiqamiz. Ka'baga ko'z tushib qolishi bor. Agar Ka'baga ko'z tushib qolib duo qilmasdan o'tib ketsangiz, bu sizni bonusiz kuyib ketdi degani. Ya'ni ko'z birinchi tushganda duo ijobat dediga kecha. Ana shuni hisobidan nima qilamiz? Soatni oldiga keldik-ku, ko'zimiz Ka'batullohga tushdi. Hissiyotlarni so'z bilan yetkazib bo'lmasdi. Uni shunchaki his qilish kerak edi xolos. Ka'batulloh, Robbimning baytini birinchi marta ko'rganingizda inson chin ma'noda o'zini yo'qotib qo'yar ekan. Ka'baning mehrli salobati shunchalik ham sizni maftun qilib qo'yar ekanki, bilmadim, shunchaki so'z bilan ta'riflay olmayapman rosti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. Ka'baga ko'zim tushar ekan, banogoh dastlab yaratganimizdan gunohlarimizni kechirishni so'radik. Va albatta, o'ziga shukrona. Zero Robbim chaqirmasa, hech bir musulmon bu yerga qadam ranjida qilmaydi deb bejiz aytishmaydilar. Hayotimizdagi eng baxtli lahzalar. Alhamdulillah, mana tavoflarni ham qildik. Juda ham go'zal. Nima deydi, ta'riflashga shunchaki so'z yo'q. Alhamdulillah. Allohning ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin. Bu umuman boshqacha taassurot.
yetkazganiga shukr, alhamdulillah. Albatta ibodatni syomka qilmadik, chunki bu o'z sababi tushunarli. Batafsil ibodatlardan keyin aytib beraman. Hozir esa Safo va Marvaga yo'l olamiz. Safo va Marva orasidagi sa'y qilish haj va umra nihoyasidir. Bu otamiz Ibrohim alayhissalom, Ismoilning onalari Hojar onamizning sunnatlaridandir. Bu amalni bizga Alloh amr qilgan. Nabiy Mustafa sollallohu alayhi va sallam ham uni bajarganlar. Qur'oni Karimning Baqara surasining 158-oyatida Alloh taolo shunday deydi: Albatta, Safo va Marva Alloh buyurgan marosimlardandir. Zamzam qudug'i suvi hech qachon qurib qolmagan. Zamzam suvi tarkibi hech qachon o'zgarmagan. Zamzam suvi uni ichgan kishini tetiklashtiradi. Zamzam suvidan millionlab ziyoratchilar olib ketishadi hamda doimiy ravishda Madina-i Munavvara va Saudiyaning boshqa shaharlariga to'xtovsiz ravishda tashib turiladi. Al-Haramda ham Zamzamni har qadamda uchratish mumkin albatta. Hojar onamiz o'g'illari Ismoilni emizib, idishlardagi suvdan ichib yurgandilar. Bir kuni u suv tugab, ikkovlari ham chanqab qolishdi. O'g'illariga qarasalar, u behad tipirchilar edi. Hojar onamiz atrofda kimsani ko'rmasdilar. So'ng Safodan tusha boshladilar. Vodiyga yetib kelib, ko'ylaklarning bir tomonini ko'tarib, biroz tez yugurib vodiyni kesib o'tdilar. Keyin Marvaga kelib, u yerda ham biror kishini ko'rib qolarmikinman deb turdilar. Shu alfozda 7 marta Safo va Marva orasida yugurdilar. Hojar onamiz Marvaga yetib kelganlarida jim bo'l degan ovozni eshitdilar. Bu chaqiriq Hojar onamizga aytilayotgan edi. Qarasalar, Zamzam o'rnida bir farishta qanoti bilan nimanidir qidirar edi. U shunday harakat qilar ekan, suv ko'rinib, havza bo'la boshladi. Bismillahirrahmanirrahim. Safo va Marvani boshlaymiz 7 marta. Bu burchakdan bu burchakka kelish kerak sunnat bo'yicha. Alhamdulillah. Robbimiz kuch-quvvat bersin. La havla va la quvvata illa billah. Allohu akbar. Yetti marta borib ko'zimga qarayapman, ehtiyotga bo'lib 7 marta borib kelish kerak sunnat bo'yicha. Mashalloh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar. Subhanalloh. Alhamdulillah. Allohu akbar. Subhanalloh. Alhamdulillah. Bismillah. Maşallah hozir finalli 6 va 7 qadamlarni amalga oshirmoqdamiz. Safo va Marvada juda ham katta jismoniy tayyorgarlik kerak. Alhamdulillah. Biz yoshlar-ku amallaymiz, lekin yosh kattalar, yosh ulug'lar albatta jismoniy tayyorgarlikni oshirishlari kerak bo'ladi. Lekin baribir avvalo la havla va la quvvata illa billah. Kuch va qudrat faqat Allohdan. Maşallah ketdik. Alhamdulillah, saylani Safo va Marvadagi saylani tugatib oldik. Soch oldirganlarga Alloh rahim qilsin degan ekanlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shu vojibga muvofiq hozir umraning final amali bo'lgan soch oldirish marosimini boshlaymiz. Bismillah. Hozir o'sha mashhur Clock Tower, ya'ni soatning ichidamiz. Soch oldiradigan
barber shoplar, ya'ni sartaroshxonalar bizning tilda jaydari qilib aytganda yuqori qavatda ekan. Hindistonlik, Pokistonlik bilmadim. Jigarlar hozir 5 real deyishdi. Ketamiz. Jongina amali kasbimiz sartarosh degan shularni aytib. Boshqa to'r bo'ldi mana barber shopida. Hozir bir juda ham ko'p adashib ketdi, shovqin baqir chaqir. Nasib qilganini tanlab oldiramiz soch. Soch oldiramiz mana, mashallah. Away from bro. Away from country. Country. Mashallah. Juda shovqinli. Sochimiz alhamdulillah. Rasululloh aytganlaridek vojib amalni amalga oshiramiz. Maşallah. Sochni ham oldirdik, alhamdulillah. Umra amallarimizni Allohim bekam ko'zlarga xudo qabul qilsin. Hammani yetkazsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir nima bo'lganini bilasizlarmi? Men o'rta ko'chada vatandoshlarimni yo'qotib qo'ydim, sheriklarim. Bitta o'zim mana Ka'batullohni oldida Makkada yolg'iz o'zim, alhamdulillah. Bittasi ham yo'q mana, 3-chi. Ko'ryaptimi? 3-chi tahoratxonani oldida yig'ilishimiz kerak edi. Bizani reja bo'yicha sochimni oldirib chiqib qarasam, hamma har yoqqa tarqab ketib qoldi. Hech kim yo'q. Ana endi qaysi avtobusga o'tiraman, qayerga boraman? Alhamdulillah. Allohim Makkada ana shunaqa chiroyli sinov bilan boshladi birinchi kunimni. Hech qisi yo'q, juda bo'lmaganda pulim bor, taksi bilan yetib olaman. Shunchaki birorta o'zbekistonlik men bilan kelgan guruhdoshimizni ko'rmayapman hozircha. Alhamdulillah. Allohim bergan sinovingga shukr. Mana shunday ulug' joylaringda, mashallah. Xullas, taksida o'tirib ketadigan bo'ldim. Brat 20 realga olib qo'yaman dedilar. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa yetib olmasam bo'lmaydi. Yana bitta jonli live hackslar uchun o'sha har doim jamoat bo'lib yuringlar. Hozir yaxshi ham Allohim mehribon, pulim bor ekan yonimda. Agar pulim bo'lmasa, hozir jiddiy muammoga duch kelish mumkin edi. Kechasi 3:30 da ham bu yerda millionlab odam yuribdi. Maşallah. Ketdik. Taassurotlar ko'pligidan bu oqshom uyqu kelmadi. Robbimga beadad shukronalar bildirib, bomdodni o'qibgina keyin uyquga ketdik. Hayya darvoqe, umradagi ba'zi bir qimmatli maslahatlarni berishga ijozat bersangiz. Juda ham ehtiyot bo'linglar tavof qilayotganda. Iloji boricha musulmon birodarlarga ziyon bermaydigan, xalaqit qilmaydigan tarzda avvalo Robbim kuch-quvvat bersa, alhamdulillah, Alloh mehribon, Alloh buyuk. Makkada ham, Madinada ham har farz namozdan so'ng janoza namozlari o'qilar ekan. Farzni o'qib bo'lgach, oxirgi sunnatni o'qishga biroz shoshilmay turing, chunki albatta orada
pauza yuzaga keladi. Qisqa pauza taxminan 2-3 daqiqa davom etadigan va janoza namozi o'qilgandan so'nggina oxirgi sunnatni o'qib olishingiz lozim bo'ladi. Aziz ziyoratchilar, Ka'bani tavof qilayotganda yaqin atrofiga borganda juda ham ehtiyot bo'ling, chunki hech kim bir-biriga e'tibor bermasdan tiqilinch, ayniqsa ayollarimizni avrati ochilib ketish ehtimoli juda ham katta ekan. Hozir shaxsan o'zim bunga guvoh bo'ldim. Shunday ekan, alhamdulillah, Allohim chiroyli, go'zal suratda, jamil suratda nasib etsin tavoflaringizni, ibodatlaringizni amalga oshirishni. Tavsiya o'laroq aytaman. Hozir mana musulmonlar idorasidan 50 boshimiz, diniy ulamolar aytishdiki, Ka'baning istalgan atrofida, ya'ni mana haramning istalgan atrofida qilingan tavof inshaalloh Robbil alamin Allohimning marhamati keng so'zsiz dargohida qabul bo'ladi. Vallohu alam degan bizga shunday bir tavsiyalar berishdi. Shunday ekan, chiroyli, go'zal suratda o'zingizga va boshqalarga ozor bermasdan islom bayrog'ini yuqori ko'targan holda inshaalloh tavoflarni amalga oshirishingizni maslahat bergan, tavsiya bergan bo'lardim. Politsiya xodimlari ko'pincha namoz vaqti tartibni saqlashadi. Ularga zinhor va zinhor qarshilik ko'rsatmang. Gap qonunchilikda ham emas, gap shunchaki musulmonning go'zal odobida. Ular tavof yo'lakchasi va namoz zonalarini maxsus shaklda tartibga solishadi. Shuningdek, asr namozlariga yaqin haram atrofida ta'mirlash, tozalash ishlari jadal suratda olib boriladi. Ularga ham xalaqit bermasligingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Haramning 2-etajida savob ko'proq deyishadi vallohu alam. Chunki qadam u yerda ko'proq bo'ladi. Eng yaqin yo'lakdan faqat nogiron aravachada bo'lgan ziyoratchilarnigina qo'yishadi. Boshqalar esa maxsus to'sinning o'ng tarafidan tavof qilmoqlari lozim. Darvoqe, Hajarul Aswadning start, ya'ni boshlanish nuqtasi mana bu ko'rib turgan yashil chirog'ingiz orqali bilib olsangiz bo'ladi. Ushbu yashil chiroq Ka'baning yonida, ya'ni 1-etajda ham shundoqqina ko'rinib turadi. Hurmatli ziyoratchilar, yana bitta qimmatli maslahat. Mana bu konditsionerlarga e'tibor bering. Mana liftni oldida juda ko'p, ayniqsa yoshi katta ziyoratchilarimiz o'sha shamollab qolish holati kuzatiladi. O'sha yaxshilab fenni olinglar. Misol uchun men nomerdan chiqayotganda sochinglarni o'sha shovullash ehtimol bo'lgan joylarni yaxshilab quritib olinglar, chunki kelasiz mana konditsioner juda kuchli. Hozir endi kamerada his qilish qiyin bu narsani. Juda ham kuchli qo'shilgan. Misol uchun liftni bosasiz, mana liftni bosganingizda taxminan 1,5 daqiqa tursangiz ham menimcha shuni o'zi kifoya bo'ladi shamollab qolishingizga. Avvalo Alloh asrasin. Ibodatlarni juda ham chiroyli suratda amalga oshirish nasib qilsin. Suvlarda ham xuddi shu holat, juda ham muzdek suvlar. Zamzam haqida boya ma'lumot berdik. Nomerda ham ko'pincha xolodilniklarda qo'yishadi. Endi Arabiston yarim oroli, Makka ham, Madina ham, Makka ayniqsa issiqroq ekan Madinaga nisbatan. Mana shu holatlarga juda ham e'tibor berasizlar. Mana lift kelishi juda ham uzoq. Juda ham uzoq ko'tariladi. Shu holatga juda ham jiddiy e'tibor beringlar. Do'stlar, Makka va Madinada havo harorati juda ham baland bo'ladi. Shunday ekan, mana bu egningizdagi liboslar, diniy liboslar tez juda ham terlab qoladi. Qayerda yursam ekan degan savol tug'ilishi tabiiy va mana bunday mehmonxonaning yuqori qavatida moslamalar bor. Ya'ni kiruvchilarning moslamalar bor, qator. O'sha yerda yuvib, buni albatta o'zingiz amalga oshirasiz. Kimdir qandaydir xizmatkor kelib buni qilib bermaydi. Mana kirlarni misol uchun qisman ko'rsatamiz. Kirlaringizni mana bu yerga, mana bunaqa joylarga qo'yib, bemalol qurgandan keyin shunaqa gaplar. Mana Arabistonning haqiqiy chang bo'roni boshlandi. Ayni damda o'sha mashhur soat ichidaman, Clock Tower'ni.
hayron qolganim o'zbek tilida почти hamma gapiryapti. Qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar, endi savdo sotiqda gapirishyapti, unaqa suv qilib ishlashyapti. Suv qilib ichmayotgan bo'lsa ham quvonarli holat. Mapda mana sim kartalar sotishadi. Istalgan sim kartani olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizlarga to'g'rilab aloqa uchun kerak bo'ladi. Bu haram tarafda mana atrofda mana shu yerda bor. Ya'ni o'zingizga ma'qul bo'lgan mana bu STS mashhurroq brend ekan. Ichida gigabaytlar va shunga o'xshagan har xil umuman aloqa bo'lgani yaxshi baribir. Makka anchagina katta bo'lganligi uchun, ya'ni misol uchun Madinada masjiddan mehmonxona bilan o'ralib uncha ham katta emas. Makka katta bo'lganligi uchun hozir men sizlarga transport qanday amalga oshirilishini batafsil tushuntirib beraman. Ya'ni mehmonxonadan Al-Haramgacha bo'lgan masofa qanday bosib o'tilishi haqida. Aziz do'stlar, har bir mehmonxonadan mana bunday tekin avtobuslar qo'yilgan haram tarafiga, ya'ni soatda mana ekranda ko'rib turgandirsiz. Har bir mehmonxonada tekin bemalol 5 mahal namozga taxminan yarim soat 40 minut qolganda yetib olsa bo'ladi. Iloji boricha voqliroq chiqqaninglar maqsadga muvofiq, chunki juda ham probka bo'ladi va namozga kechikib yaxshi joylarni egallolmay qolishinglar mumkin. Mana avtobusga ham eson-omon joylashib oldik. Mana shu avtobus nasib etsa manzilga, ya'ni Al-Haramga yetkazib qo'yadi. Namoz ibodatlarini bajarib bo'lgach, haram hududidan 3-tahoratxonani eslab qoling. Chiqqaningizdan to'g'riga qarab yurish kerak bo'ladi. Ana o'sha yerda avtobuslarning bekati joylashgan, ya'ni mehmonxonaga yo'l oladigan avtobuslarning. Zinhor va zinhor haram hududidan chiqib chap tarafga qarab yura ko'rmang, chunki bu yo'l sizni chalg'itib qo'yishi mumkin. Odam tomonat bo'lgani uchun birinchi marta borgan inson adashib ketishi turgan gap. Lekin uzog'i bilan ikkinchi kun siz barcha yo'llarni o'rganib olasiz. Mana shu bekatga kelib hozir avtobuslar ko'rinadi. Siz ko'rib turgan avtobuslar, mana shu avtobuslarda mehmonxonaning nomlari yozilgan bo'ladi yoki shunchaki eslab qolishingiz mumkin agar xotirangiz yaxshi bo'lsa, yokida zamon rivojlangan, shunchaki qo'l telefoningizga suratga tushirib qaytayotganda mana shu siz kelgan avtobusda qaytib ketishingiz mumkin bo'ladi mehmonxonaga. Biz ham o'z avtobusimiz sari yo'l olmoqdamiz. O'zi ham 45 minutdan turibmiz. Bizning avtobus hali ham kelgani yo'q. O'sha mehmonxonalarga ehtiyot bo'linglar. Mehmonxonaning darajasiga qarab avtobusdan. Bir xil avtobus har 3 minutda. Bizniki mana 1 soatdan biri yo'q. Ayniqsa ayollar ham ko'chada qolib ketgan. Nima qilaylik? Sabr kutamiz. Xo'p, do'stlar, xullas, kelmadi avtobus mana. Yamanlik o'zimizga o'xshagan bir jaydar aka bor ekanlar mana. 20 ga gaplashdik, ketamiz. Yandex qadar o'tdi, Yandex. Zahmat o'tdi, tiqilinch dedi. Zahmat. Mana sanalik odam bilan ketyapmiz. Assalomu alaykum. Mashallah. Insofi bor ekan shu og'aynimni. 20 realga bizani olib qo'yishga ko'ndi. What is your name, bro? Ash? Ismi, yeah. Ahmad.
Ahmadjon, o'zbek edi. Ahmadjon, boringizga shukr, rahmat, shukron. Ana. Qizil dengiz haqida gap ketarkan, Qizil dengiz bu ibodat emas. Shunchaki ayollar ko'proq borishni xohlashadi. Nima uchun Qizil dengizni eng oxirida gapirib beryapman? Birinchidan bu ibodatga taalluqli narsa emas, boya aytganimdek. Ikkinchidan maqsad umra amalini bajarish bo'lishi kerak. Afsuski ba'zi bir insonlar hattoki tezroq Qizil dengizga oshiqayotganlarni ham ko'rdim bu yerda. Bu juda yomon holat. Kamina ko'proq diniy motivlarga ko'ra ushbu yerlarni ziyorat qilishga qaror qildim. Turfirmalarda har xil. Ba'zi turfirmalar o'z hisobidan, ya'ni paket ichida bo'ladigan xizmatlar evaziga u yerga olib borishadi. Ba'zi turfirmalarda esa bunday xizmat yo'q ekan. Misol uchun bizning turfirmamizda va shunday ekan, mahalliy taksistlar bilan 100 AQSh dollariga u yerga, ya'ni Jidda shahridagi Qizil dengizga borish, kelish masalasini kelishdik va u yerni ziyorat qilishga qaror qildik. Do'stlar, biz hozir Qizil dengizdamiz. Mashallah, shunchaki so'z bilan ta'riflab berish juda ham qiyin. Ayni damda biz Jidda shahridamiz. Jidda Makkadan taxminan 1 soatlik yo'l ekan. Yandexda shunday ko'rsatdi ma'lumot. Jidda, bu yerda arablar aytishadiki, Havo onamiz shu yerda dafn qilinganlar deyishadi. Ilgari Usmon xalifa davrida bu shahar ancha rivojlangan ekan, ya'ni o'sha payt ancha obod qilinish boshlangan, chunki mana bu dengizdan asosan Afrikadan yoki boshqa davlatlardan, u payt endi samolyot, boshqa narsalar bo'lmagan, o'z-o'zidan tushunarli. O'sha turli xil Afrika mamlakatlaridan kelayotgan hojilar mana shu dengiz orqali kelishgan va shunisi bilan ham aziz va mo'tabar. Xudoyimning yana bir mo'jizasi, o'zi 1 soatlik yo'l ekan, lekin Makkaga nisbatan Jidda ancha issiqroq. Ya'ni Makkadagi fayzni shu yerdan ham bilib olsa bo'ladi. Hozir mana bu dengizni bu tarafdan ko'rsatsam, bu dengiz shunisi bilan ahamiyatga molikki, nafaqat bizning islom dinimizda, balki barcha dinlarda bilasiz, o'sha mashhur voqea Muso alayhissalom, Muso payg'ambarimiz Bani Isroilni mana shu dengizdan olib o'tganlar. Mana shu dengizdan olib o'tganlar. Allohning qudrati bilan mana shu dengiz ikkiga bo'linib ketgan va Bani Isroilni Muso payg'ambarimiz kerakli nuqtaga o'tkazib, Firavnning armiyasi mana shu dengizda g'arq bo'lib halok bo'lishgan. Shunisi bilan ham juda ham muqaddas va aziz dengiz. Qaysidir ma'noda mana bu taraflar bilan ko'rsangiz, xuddi bir go'yoki Amerikadagi Miami shtatida yurgandek his qilasiz o'zingizni. Bilmadim, ta'riflashga xullas so'z ko'p, juda ham ko'p. Birma-bir hozir harakat qilaman bu yerdagi taassurotlarni sizga yetkazib berishga. Ayni damda biz Jidda shahridagi mashhur portlardan biridamiz. Bu yerda ziyoratchilar kelib, mana bu tepadagi kassadan 23 realga bilet olib uchishar ekan. Ya'ni bir kishi ikki kishiga olib bo'lmas ekan. Bu yerda albatta 10 kishilik guruh tashkil qilingandan keyingina yo'lar ekan. Juda ham bir ajoyib manzara, go'zallik, Allohning mo'jizasi. Bu keyingi ishlar, bu ya'ni asosan dunyoviy ishlar, ibodatlarni birinchi o'rinda umra amallarini, haj amallarini amalga oshirib bo'lgandan so'nggina keyin kelib mana bu yerga madaniy hordiq chiqarsa bo'ladi. Bu yerda har xil, misol uchun ayrim turfirmalar paketiga kiradi, ya'ni o'zlari olib kelib aylantirishadi. Lekin misol uchun biz tanlagan turfirmada bu paketda yo'q ekan, ya'ni biz o'sha uchun o'zimizning hisobdan kelib aylanishga qaror qildik. Taxminan $100 ketadigan joyi, ya'ni o'sha mashina gaplashasiz, kelishilgan holda va mana bu palubalarda, mana bu kemalarda uchmoqchi bo'lsangiz, u yerda ham o'sha kishi boshiga 23 realdan to'lanadi. Hozir o'zim uchganman, onamni chiqazib yubordim va onamni kutib turaman.
Mashallah, alhamdulillah. Ko'rsatay bular kim o'sora. Yaxshi. 14 kun, 2 hafta xuddi bir lahzadek yakuniga yetdi. Bu yerda bir umrlik taassurot bilan uyga qaytyapman. Ka'batullohga so'nggi bor qarar ekanman, xayolimdan bir o'y o'tdi. Agar imkoni bo'lganida bu yerlarni hech qachon tark etmasdim. Omon bo'ling birodarlarim.